Assalomu alaykum, zamonaviy mebel qadrli obunachilari. Navbatdagi divan transformer modelimizni buyurtma asosida tayyorlab berdik. Materiallari Polsha materialida, sifatli. Razmeri keladigan bo'lsa, divanning общий uzunligi 220. Divan transformerimiz ham stol, ham kravat vazifasini bajaradi. Mexanizmlari baquvvat, rossiyskiy mexanizm. Ko'rishingiz mumkin. Paralonlar 22 plotnosda 12 santimetrli paralon qo'yilgan. Materiali moyishi. Podushkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana ichlarini ko'rsatamiz. Shu holatda kravat qilib foydalansanglar bo'ladi. Shu kravat bo'lgan holatida uzunligi 1.90, eniga 1.38. Yana yig'ib qo'yish juda qulay. Shu holatda tushadi. Mana stolini ko'rishingiz mumkin. Mana belvog'idan shunda tortgan holatda, yonlarida ham mana shunaqa karkasdan baquvvat ishlangan. Laminat MDFda, stolning razmeri 220 ga 80 cm. Podushkasini devorga shunday qo'yasizlar, tushib ketmagan holatda turadi. Buyurtma asosida Toshkent shahri bo'yicha buyurtmalarni qabul qilamiz. Materiallarini 10 xil svetda tayyorlab berish imkoniyati bor. Toshkent shahri bo'yicha yetkazib o'rnatib beramiz. Shu holatda yana joyiga qaytadi. Podushkalarni qo'yadi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Nomerimizni eslatib o'taman. 93li 527 36 46, ikkinchi nomerimiz 94li 600 00 19. Zamonaviy mebel xonadoningiz ko'rki.